Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Barchamiz kech payt ishdan kelganimizda darvozamizni ochib yopish malol kelsa kerak. Ushbu holatga yechim qilganmiz. Ya'ni o'zimizni eski darvozamizga avtomatika mexanizmlarini o'rnatsak bo'ladi. Bu mexanizmimiz hop, udalyonda ulanadi. Ya'ni telefondan boshqarsangiz ham bo'ladi. Va alohida kichik pulti va katta pulti bor. Bu katta pultini uydagi hol qismiga qo'yib qo'yilsa, ochib yopadi. Pultlarimiz 70-80 metrdan ishlaydi. Bemalol telefondan va pultlardan boshqarsa bo'ladi. Bu avtomatikamizni, ya'ni pultdan yopsa bo'ladi yoki-da o'zini funksiyasi bor. 20 sekund, 10 sekund xohlagan vaqt qo'yib qo'yilsa bo'ladi. Avtomobil ishga kirgandan keyin darvozamiz yopiladi. Powertech brendiga mansub shu avtomatikamiz darvozamizni o'zi yopib ochadi. Tashqi tomonda migalkasi bo'ladi. Mexanizm ishlayotganda, ya'ni margat qilib turadi. Bu avtomatikamizni svet o'chib qolganda ham 24 voltli встроенный akkumulyator bo'ladi. Bu akkumulyator 10 marta eshikni ochib yopishga yetadi zaryadi. Ushbu avtomatikamiz yopilayotgan tashqi tomonda migalkasi bor, yana qo'shimcha datchiklar bor. Ya'ni o'rtada avtomobil yoki-da bola bo'lsa, ushbu datchiklar bir-birini ko'radi. Yopilgan holatda darvozamiz yana qayta ochilib ketadi. Yana qo'shimcha orqa tomonda yosh bola yoki-da biror qanaqa buyum bo'lsa, avariyli holatda to'xtaydi. Ya'ni orqadagi odamga ziyon yetkazmaydi. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishimiz mumkin.